Sayohat ishqibozlarga tavsiya sifatida aytib o'taylik. Aslida qishda kamdan kam sayyoh bu manzilni ko'zlab yo'lga chiqadi. Boisi ko'rib turganingizdek yo'li nihoyatda og'ir. Shuning uchun albatta yo'l tanlamas avtoulovdan foydalaning. Yo'lning ayrim joylarida mashinangiz g'ildiragiga zanjir bog'lab harakatlanishingizga to'g'ri kelishini ham nazardan qochirmang. Qishloqqa kirib kelganimizda qosh qoraya boshlagan edi. Hamrohlarimiz yangi qurilgan mehmon uyiga boshlab kelishdi. G'ilonga sayyohlar oqimi yildan yilga ko'payayotganligi sababli aksar aholi ana shunday mehmon uylarini qurib, barcha sharoitlarni yaratib qo'yayotgan ekan. Shinamgina xonalar, dam olish, ovqat pishirish uchun barcha qulayliklarga ega. Derazadan esa oppoq qorli cho'qqilar ko'rinib turibdi. Mehmon uyda biroz dam olib, oyoqlarimizning chigili yozilgandan so'ng asarlarni tomosha qilib, qishloq haqida ko'p tasavvur olganimiz. G'ilonlik mashhur rassom Sharif akaning xonadoniga borib suhbatini olsak-chi, deya taklif kiritdik yo'lboshchilarimizga. Taklifimizni ma'qullashgach, yo'lga tushdik. Sharif aka ijodida G'ilonning qadimiy qiyofasi, mahalliy aholining asrlar davomida shakllangan madaniyati, turmush tarzi, tabiiy maskanlar jonli va hassos ifodalangan. 40 yil oldingi G'ilon boshqacha edi. Uylarga tom yo'q edi, mana shifer. O'shalarni ko'proq chizgim keladi. Chunki tarixga baribir qolish kerak-ku. 100 yildan keyin odamlar biladi qishlog'imiz qanaqa bo'lganini. Maqsad shu bo'laydi. Tabiat ichida ishlagan rassom ilhom mana ishlaydi-da tabiat ichiga. Endi shaharda bo'lsangiz foto ustidan qarab chizasiz. Bizning qishloqqa hammasi tayyor o'zi. Naturadan qarab chizasiz. Har fasl o'ziga yarasha bir yorug'ligi boshqacha-da, ranglari ham. Qish ham chiroyli chiqadi, juda ham chiroyli chiqadi. Bu oppoq emas qor. Uni ichida issiq ranglar bor, sovuq ranglar bor. Rassom bilan ham suhbat bo'lib, ijodidan bir olam zavq olib xayrlashganimizda tun cho'kkan edi. Manzilimizga kelganimizda uy sohiblari kechki ovqatga hozirlik ko'rayotgan ekan. Qiziqish bizga tinchlik bermadi. Oshxona tomon kirib, G'ilon xonadoniga xos mehmondo'stlik kayfiyatiga ham guvoh bo'ldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? To'g'ri, yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Qormang endi. Rahmat, sog' bo'ling. Sumalakmi bu? Mana bu sumalak. Bu hozir tayyorladingizmi buni? Buni bahorga tayyorlaymiz, keyin konteynerlarga taxlaymiz, qishga yeymiz. Bir yil turadi. Hech narsa bo'lmaydi. Yondagi qanday taomingiz? Bunisi moshtoba deymiz bizlar. Bu bug'doy, arpa, go'sht, guruch, no'xatdan iborat. Buni 3 soat qaynish kerak. Qishga yeymiz buni ko'pincha. Mazali bir-biridan shirin taomlar tayyorlagan ekansiz. Ishlaringizga omad. Rahmat. Kelgusida mana shu mehmon uylaringiz doim mehmonlar bilan to'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Mayli opa, charchamang. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Kechki taomdan so'ng xonamizga qaytdik. Tong otdi. Shahboz yaxshi dam oldingmi? Ha, albatta. Mana shu kecha kechqurun qor yoqqanda atrof nihoyatda sovuq edi. Qanday o'tkazar ekanmiz tunda deb o'ylagandik, lekin mana bunday shinamgina yangi qurilgan mehmon uylarida dam oldik. Atrofga qarang, oppoq tog'. Hamma uylar xuddi rasmlarda ko'radigandek manzara. Endi safarimizni davom ettiramiz. Mana shu G'ilonda manzaralarni ko'rsatamiz. Qani marhamat, chiqinglar bo'lmasa. Demak, ma'lum u mashhur G'ilon qishlog'i bilan tanishish istagingiz bo'lsa, dasturimizning keyingi sonini ham
albatta tomosha qiling.